Ber bo'lmaydi. Bolasini Boshqa oyoqsiga tegadi. oyog'iga tegmaydi-ku, bu boshga Bizga keraksiz. Yaxshi keldinglarmi? Eshitdingmi? Ha, Nozimjon joyini yig'mabdi, shunga joylarni to'g'rilayotgandim. Bola. San dam ol. Xo'p, hozir dam ol, o'zing tursan. Dam ol. Sunkalaring. Tinchlikmi? Nima deyapsiz? Yaxshi ekanmi? Xudoga shukr. Xudoga shukr, hammasi yaxshi ekan. Lekin shifokor tushunmadi. Yo'q. Nima bo'layotganini tushunmadi. O'zini tushunishini qatlangan mana. Bilmayman, uyga kelsa Quyosh urgan bo'lsa kerak-da. Oftob o'tgan bo'lsa kerak. To'g'rimi? Shoxlarga kirsam, uyqum kelmasa qo'lim keladi. naqadar. Azim dam ol. Dam ol ozgina. Mana joylarni to'g'rilab bemalol yotib bola. Rahmat. Dadasi. Qarash. Madrasasiga qanday qarab o'tibdi? Sizga qarab. Dadasi, mehmonda Sardorjonga qarang, qorni ochib bo'lgan. Bolasiz o'tib nima? Bo'lmasa shunga ma'qul. Agar biror narsa kerak bo'lsa aytarsan, ha? Xo'p dedi. Rahmat. Yaxshimisan? Sog'? Yaxshiman. Kunizga ham ko'rmagan qildim. uxlamayotgan paytda Oke, 160 bo'ldim. Stop qilib edikki gapirib bering zo'ridan. Jiyaram 160 bo'libsiz, iloyim 160 bo'ling, 160 bo'lish nasib. 66 dalishi bo'lish degan. Bo'ladimi? Ayollar ishlama. BMW. Uy-joylar faqat meniki bo'ladi. Sen esa o'lasan. Shishimi? Joylar meniki bo'ladi. Meni olamniki bo'ladi. Yo'q, rahmat.